Men ingliz tilini bilmaganimda qanaqa qilib o'rganardim? Ikkinchi qism. Ko'p holatlarda o'quvchilar grammatika o'rganish yoki alifbodan boshlashadi. Ingliz tilidagi harflar xuddi o'zbek tilidagi harflarga o'xshash. Arab tili, Xitoy tili, yapon tilini harflarini o'rganishimiz mumkin. Ingliz tilida alifbodan boshlash bu xato. Shuning uchun gaplardan boshlaganman va yana shunaqa qilgan bo'lardim. Gaplarni o'quvchi ingliz tilini bilmasa, qanaqa qilib tuzishi mumkin desiz, u paytda ChatGPT bo'lmagan, hech qanaqa AI ni yordamisiz lug'at kitobdan foydalangan holatda men ism Xonzoda, ya'ni boshda xatolar bilan mening ismim Xonzoda emasda, xatolar bilan gap tuzishni boshlaganman. Xonzoda, name Xonzoda misol uchun, my name is Xonzodani tushunmagan vaqtim. Hattoki mana shunaqa oddiy xatolardan boshlab o'rganganman. O'quvchi o'zini ustida izlangani sari kitoblarni o'qiganida to'g'ri strukturalarni eslab qoladi. Sekin-sekin o'zini xatolarini o'zi identify qilishni, ya'ni topishni boshlaydi. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Boshda xatolar bilan gapirganman, lekin keyin kitoblarni kichkina hikoyalarni o'qishni boshlaganimda o'zimni xatolarimni o'zim to'g'rilab, o'zim tushunganman ustozi yordamisiz. Speaking bu qaysidir kursga qatnab bo'lib, kursni tugatib, sertifikat olganingizdan keyin chiqadigan narsa emas. Aynan hozir shu ondan harakat qilishni boshlashingiz kerak. I'm learning English yoki shunchaki biladigan so'zlaringiz bilan gaplar tuzishga harakat qilishingiz kerak. Speaking haqida foydali, lekin oson ma'lumotlar olish uchun sahifamga obuna bo'ling.